final. Yetib keldim bu yerga reja bilan ataylab. Qara raundda panchlarim teja bo'lardim vayna. Kutganmiding raqibdan kun tayyorlan. Revanch bu so'z zapret qani tik qara ko'zimga men tayyorman. Hali trek boshlanmadi. Har round men uchun bo'ldi final. Raqiblarim birma-bir orqasin qiynardi. Darajam ko'rsatib berganda farqsan. O'rningni topding bu tartibma tartib. Raqibni beraman parchalab aljiramazsan. Gapir yutaman o'tarchi revanch. So'rama yegansa bir bora kamli qissa so'kib ber endi poyimga kachni. Yana mana qamra bo'ldim, bitta meni tarafdorlarimni tanib oldim. Tepada boqaman dema ta'lim ol bola bu holatida yamonuman talab oldim. Va yasa bo'ladi hammasi kannibal. Ko'chani yoqmaga sanga basaybal. Uju bu har bitta raundida flow otasiga band. Qo'limga tushding bugun baybat qilaman. Har bitta qatorida haybat. Mana trekimdan dozolar yiban. Buni bir marta yutqizgan yetmagani menga qarshimga chiqqani ko'tarib fani. Ey musor, bu bedel ma'na davraman. Ko'rsataman darajasi panika qilma bitch. Atashadi barakatta deb mani. Sana molda harakat qilib ol. Erishadiganing sana mani poyim. O'rganadiganing ko'pinga men kifoya. Sana tasho voz yo'ziniki mas menga do'rilla sen sanda nol g'oyadan nol. Ko'rsatadi bugun sanda balans amalda master massan xayol parastan ol. Cover berib minor trekiga so'ng beef qiladi bu dalbayi fanat samor. Og'zingga tupurdi ham sana asr beting ochib beraman shaxsan mutak. Qaltira erkemassan betildan so'ra sinotma shoxsan. Mani hududimga qadam bosma battle zona hozir mani davrim vektor. Sani holating menga qarshi beef qilgani ham senga ruxsat etardi. Ojizsan fatality holatida ko'miladi qarataman yerga buni tanasini qonatib bo'laman. Raqibim uchun bu tepadagi deputasin yaralda o'tib ketaman bolani zo'rlatib. Qaytarib ko'rasanmi bu texnikani qaytaraman deb ovora bo'lmagan bu daraja sana uchun mukammal. Tepadan boqadi mani qatorlarim zabonim domiga badarg'a bo'ladi so'rasa kambar. Buni holatiga kulib o'tib ketaman bu punch bermadim hali arzimadi raqib bu tarafga qadamim bosaman deganim sari buni maydalab tashladim endi rosmona taqib bilan mega mani yonimda turgani doktor vektor bu dur so'zgan to'nim darajada qaytarib ko'rgani bo'laman senga texnika vektor harakating qalb bola qani jadal. Bu moda bayramsan o'limga bola tayyorlan. Ovozingdan yana uyalayotgan bo'lsang do'rilla bola tipa pol tayyorlan. Final meniki bo'ladi g'alaba men qancha sab bilan berdim asar. Diksiya menda bugun asosiy qurol tezlik mani battle vedomisam. Bu moda bayramsan o'limga bola tayyorlan. Ovozingdan yana uyalayotgan bo'lsang do'rilla bola tipa pol tayyorlan. Final meniki bo'ladi g'alaba men qancha sab bilan berdim asar. Diksiya menda bugun asosiy qurol tezlik mani battle vedomisam. Reddagi qadamim hayot mamot bu battle. Qara 7 yildan beri ichidaman uni shu sababdan tayinli ijodam qilmadim lekin qara ko'plari tan berib ketdi. Men ko'tarildim faqat battle rap zonasida yagona samuray zing harakatinada bir jarohat oldimda agar tik turib kelsa ular raqibga bermadim shans. Bir yildan so'ng yangradi battle Lucifer favorit yig'oldim kerakli massani o'yladim bemalol yutaman bu to'planib kelsa bari yo'q. Ilk mag'lubiyat meni kutib oldi Jizzaxda nabrakadabra machundim. Hali xatoyim ko'p tobora ichiga kirdim qalbaki davrani battle sohasida ilk umir mani hayot nur darajasi qoldirdi lol uni texnikasi mani qilganda romuz ustimda ishladim men oldim bilan so'ng menga berildi flow battle'ga taklif qadam bosdim battle zonaga sakrib jummadim qanday sani menga yetdi aqlinna kuchsizlar kuchliga sakribda o'sha flow battle biz hayotlar bilan qurdik arrangerni Lucifer o'shanda kirdi tarixga bu o'zim uchun qayta tuzdim darajamni birma-bir yanchib tashladim oldimda kim qiziqmas qachidim 5 yil mobaynida esimda haligacha nohaq final o'shandan beri alam bu ichimda qaynadi. Sana jigaringni men yubordim face to face da buni ko'rganda xalqdagi hayot nur xato qilganin tan olib videolar chiqqanda u yubordi xat. Shu sabab seni bugun o'ldiraman bo'lasan bilan xumorimni qondiraman men chempion bo'laman bu isbotim shart emas murdalarim ichra qoldiraman seni. Bu begona manzil undama qora sahifa menda bu g'alaba maqsad porladi endi haqiqat. Bu begona manzil senga begona daqiqa senga mag'lubiyat afzal. Yopamiz eski sahifani orqalaringda bugun yo'q fayzi tezliging yoqmadi deb qutqargani qolgan umrini bag'ishlasin aslida vijdon azobin yelkada ko'targani yordam berolmaydi family man darim ko'tarib yurasan ukam bu tanaga berganim og'ir jarohat uni ta'siri bir umr turar ko'karib. Kelibsan bo'laman hududimga nojo'ya qadam seni kutadi jahannam vektor do'rillab rap o'qisam ham seni yosh bola basharini taniydi mahallang. G'alabaga ishonching ozgina bo'lsa seni g'urur uchun meni qarshimga chiqqan oxirgi nafasingni chuqurroq ol bola keldim g'alabam og'zingga tiqqani. Kelibsan bo'laman hududimga nojo'ya qadam seni kutadi jahannam
bektir do'rillab rap o'qisen ham sani yosh bola basharini taniydi mahallang. G'alabaga ishonching ozgina bo'lsa sani g'urur uchun meni qarshimga chiqqan oxirgi nafasingni chuqurroq ol bola keldim g'alabam og'zingga tiqqani. Sana dushmaning minor, mana dushmanim hamma. Menga mos raqib hali tushmadi ha. Papa kulmani yutgan edi, lekin men qaytdim Felix qushman axir. Bilasanmi nega bu battledaman? Hayotda hech narsa kelmadi qo'limdan, ko'p narsa qildim, yoqmadi, bo'lmadi. Mana qaytdim, o'zing chiqding birinchi yo'limda. San men kabi bir kun ketasan va ketdim deb har kun yangi reja tuzasan. Qarasandan boshqa hammani bordir ertasi, yana men kabi sanam va'dani buzasan. Mendan battar raqib tomon otilib, mendan ham arzon pullarga sotilib, qaytasan battlega ana shu paytda men aytaman welcome o'z baxtini qotili. Borib uzr so'ra arrangerdan, u sendan yuqori darajada. Nega sen u bilan battleda eski qatorlar bilan finalda senga nima bor o'jalab? Hurmat talab suka hammani aldab, asli u ol senga bu martaba. Seni chempion qilganman, xato qilganman, nega mana jangda yana bir martaman? Menga poxu senda qanaqa stil, poxu yana bor kimlarda qasding. Agar hozir menda lolo bo'lganida bir daqiqaga ham yaramasding. Umringni yarmini menga qarshi battle tekstini yozishga sarflading. Sen uchun meni bir hafta yozgan qatorlarimdagi hamma harflading. Bugun senda qanaqadir jumlachalar bilan bo'ldi befoyda hamma hujumlachalar. Mana men bilan birga qalban Lingerno, sen bilan benom jinvachalar. Ma'nosi nima bu taxallusini? Instar qanaqadir yulduz ichidami ko'rinmay ketasan, hayot nur taratsa sen uchun bir umr kunduz ichida. 5 yildan beri o'zim bilan o'zim raqib bo'lib har kun kurashaman. Men bilan birga hasadim yashab ketdi, meni tashlab hayot nur yashamadi. Agar imkon bo'lsa 16 yoshli o'zimga men maslahat ulashaman. Bugun aniq bilaman, unutmasan ham hayotda rohati bu nashaman. Ko'rdim hammasini, bo'ldim davralarda to'rda hammasalan, to'ru qafasida to'ldi bag'rim, ba'zan bo'ldi aza, o'ldi yaqinlarim, so'nggi yo'lda hammasidim, o'zimda masidim men. Har doim nimalarnidir ta'sirida, hamon hayot bilan yosh tanishgaysiz, xabari bor million ta'siridan. Bilaman bu fanatim yarasin, bugun men haqiqatga tik qarasam, o'zim qurganchala qasrda umrbod o'zim qirol, o'zim asir edim. Bilaman bu yaratilgan asar, men o'z hayotga qaratilgan asli. Agar men harakat qilganimda hatto taqdir o'z so'zini aytolmas edim. Mana qo'ldan kelganicha tarbiya qildim, menga hayotdan har kun zarba yiqildim. Men ham senga o'xshab mensimaganlarim o'rinni egalladi hayotda, ko'rdim, bildim. Menga kelgan takliflarni soxta deb men bariga tupurdim. Tasavvur qil, meni dushmanlarim tilmay yugurdim, men esa bir joyda turdim. O'zimga yengildim, o'zimga yutqazib, o'z taqdirimni o'z qo'lim bilan yana o'zimga tutqazib, oxir oqibatda meni fanatimni o'zimga teng bildim. Olam panohidir sendan oldin, romanda xavotir olgan hamma qoldi lo'l. Taxtu ravonga sen da'vogar, zarbali havoga kelunda mendan oldin. Sen men kabi bir kun kelasan, bu qasrda bir umr zindonband bo'lasan. Unutma, agarda yashaging kelsa, men o'lganimda men bilan sen ham o'lasan.